Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu Osmon kanalımızga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz sizlar bilan Jax Farm, ya'ni Telegramdagi ajoyib bitta ferma yaratib, pul ishlaydigan botimiz haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, botimizni ham ochib oldik. Botning manzili videomizning описаниесida ham zakreplyoning kommentariyada qoldirib ketaman. Ustiga bosganingizdan avtomatik botga o'tadi. Bu yerdan start bostirib, xuddi shunday oynani ochib olsanglar bo'ladi. Xo'sh, bizlar bu yerdan qanday pul ishlatamiz? Bizning hisobimizda ko'rib turganingizdek, ikki xil valyuta mavjud. Bu yerda coin hamda boxlar mavjud. Ushbu coinlarni biz fermamizni kuchaytirishimizga, ya'ni pul ishlash imkoniyatimizni oshirish uchun ketsa, mana boxlarni biz o'z hisobimizga pul tarzida chiqarib olsak bo'ladi. Xo'sh, biz birinchi bu yerdan pul ishlashimiz uchun mana shu hisobimizga berilgan coinlardan mana shu yerda coinlarimizga yetganicha mana shu yerdagi narsalardan, ya'ni hayvonlardan sotib olamiz. Birinchi bu yerda eng arzoni, ya'ni bug'doy hisoblanadi. Ushbu bug'doyni biz 1000 coinga sotib olsak bo'lar ekan. Bu ham minutiga bitta bug'doy olib kelar ekan. Va ikkinchisi tovuqimiz, bu 5000 coin hisoblanadi va bizga minutiga ikkita tuxum olib kelar ekan. Keyingisi sigir 25000 ta qo'yir, minutiga 4 ta sut olib kelar ekan. Echki 100,000 coin hisoblangan, u 8 ta cheese olib kelar ekan, ya'ni pishoq olib kelar ekan daqiqasiga. Va eng oxirgisi hamda eng qimmat, eng ko'p pul olib keladigan qo'y ekan. Bu 500,000 coin ekan va bizga 16 ta jun olib kelar ekan har minutiga. Xuddi shunday tarzda biz mana shunaqa qo'ylardan o'zimizga sotib olamiz. Mana shu yerdagi hayvonlarda hamda mana shu bedada, ya'ni bug'doydan sotib olamiz va bizga avtomatik mana shunaqa tarzda skalatimizga ishlagan mahsulotlarni tushirib turadi va biz bu yerdan warehouse ni bosamiz va mana shu yerdan ishlagan, ya'ni skladda ishlagan produktlarimizni, ya'ni mana shu tuxumni, bug'doyni, sutni hammasini, ya'ni o'zimizning do'konimizga jo'natamiz. Uning uchun mana shu send products bo'limini bosamiz va mashina mana 10 daqiqa ketyapti, so'rayapti va 10 daqiqada bizani olib borib do'konimizga beradi. Uning uchun tezlashtirgan bo'lib, mana boost bosamiz va speed up bossangiz bo'ldi. O'zi tez yetib boradi. Va endi bu yerdan biz sell bo'limiga o'tamiz, ya'ni o'zimizning do'konimizga o'tamiz va do'konimizga tushib keldi mahsulotlarimiz va endi bu yerdan sellni bosib sotamiz. Mana biz hozirgi mahsulotlarni sotganim 10 ta coin hamda 10 ta box olib keldi. O'sha boxlarni biz o'z hisobimizga pul qilib chiqarsak bo'ladi va coinlarni esa fermamizni yanada rivojlantirish uchun bu yerdan yana o'sha hayvonlarni hamda bug'doydan sotib olsak bo'ladi. Shunday tarzda biz sarmoyasiz bu yerdan pul ishlab olamiz. Xo'p, endi sarmoyali usul esa, xo'p, biz saytga investitsiya qilsak bo'ladi va bu yerda $1 12,000 coin bizga qo'shib berar ekan. Agar biz 10,000 coin, ya'ni $10 sarmoya qiladigan bo'lsa, 120,000 coin bizga berilar ekan. Uning uchun mana shu buyni ezamiz va buyni bosganimizdan so'ng biz xohlagan valyutamiz orqali to'lovni qilib turib, mana masalan Tron'ni to'ssak, mana shunaqa belgilangan summani to'lov qilar ekanmiz va mana shu manzilga bizga o'zi avtomatik hisobimizga kelib tushadi va o'sha berilgan summani biz mana shu yerga yetganimizcha hayvonlardan sotib olib turib daromadni yana oshiramiz. Xo'p, kalkulyatorga kelib turib hisoblab bersak, bu yerda hozir biz agarda $100 emasdan $10 endi investitsiya qiladigan bo'lsak, saytga kirgizadigan, botga kirgizadigan bo'lsak, biz har oyimizda 36,000 box hamda 36,000 coin ishlab borar ekanmiz. Bu 10,000 boximiz $1 ga teng ekan. Ya'ni bu degani bir oyda biz $3.06 ishlab boramiz. Bu degani botimizda bir oylik 30% bizga qo'shimcha daromad olib kelar ekan. O'sha kirgizgan summamiz 30% ni olib kelar ekan. Yana qo'shimcha 36,000 ta coin, bu degani yana $3 qo'shiladi va endi keyingi oy biz $4.5 ga yaqin pul chiqarib olsak bo'lar ekan. Ya'ni bu botga pul kirgizsak, biz уже 1,5-2 oyda foydaga chiqar ekanmiz. Xuddi shunday tarzda pul kirgizib ham sarmoyali ravishda pul ishlab bo'lsanglar bo'ladi. Xo'sh, keyingi bo'lim yana coinlarni ko'proq ishlashimiz uchun bu yerda tasks bo'limi mavjud. Mana shu tasks bo'limiga o'tsak, mana yerda berilgan others bo'limiga ham bor. Mana berilgan zadaniyalar mavjud. Ya'ni kanalga obuna bo'lamiz 500 coin, bug'doy sotib olamiz 250 coin, mashinani jo'natamiz produktlar bilan 250 coin, ya'ni o'zimizning do'konimizda boyag'i berilgan produktlarni sotamiz 250 coin. Xuddi shunday tarzda
qo'shimcha ravishda bu yerdan coinlarni ham ishlab olsak bo'ladi. Xo'sh, pul ishlashni o'rganib o'tdik. Endi pul chiqarish kerak bo'lsa bu yerdan payout bo'limi mavjud. Payoutdan mana BNB, Tron, Gram hamda Tether valyutalar orqali saytdan pul chiqarib olamiz hamda yana eng zo'r joyi biza boyag'i agar ishlagan bakslarimizni saytga investitsiya qilsak ham bo'lar ekan. Uning uchun mana shuni tugmani bosamiz va bu yerdan qancha investitsiya qilmoqchi kirgizamiz, exchange bossak, avtomatik o'z hisobimizga kelib tushadi. Xo'p. Xo'sh, yana sizlarga saytda botimizda bitta muhim narsa aytib o'tishim kerak. Botimizning shunday joyi ham mavjud. Bizlar hisobimizga eng kamida $3 pul kirgizgandan so'ng bizlarda pul chiqarish imkoni mavjud bo'ladi. Birinchi marta lekin botdan pul chiqarishimizda limitsiz hisoblanadi. Xohlovchilar bo'lsa bemalol botga sarmoya qilish orqali ham $3 kirgizib turib 1,5-2 oy ichida o'sha kirgan summani chiqarib olsalar bo'ladi. Lekin bot 100% to'lovda, botning Weplata ya'ni kanali mavjud, cheklar kanali har kun mana shu odamlar chiqargan summalarni tashlab boradi. Bemalol botimizdan ishlab olsanglar bo'ladi. Hali botimizda 2 oy, 3 oy ishlab beradi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kamchiliklar bo'lsa agar bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammasini to'ldirishga, bartaraf qilishga harakat qilamiz.